Sulton Abdulhamid ikkinchi hokimiyatiga kim chek qo'yganini bilarmidingiz? Assalomu alaykum. Sizlar bilan Ahmad Shoh. Bugun Anvar Podsho haqida gaplashamiz. U 1909-1911-yillarda Berlin, Turkiya, Makedoniya, Kavkaz, Germaniya va Turkistondagi siyosiy jarayonlarda qatnashgan. U 1908-yil Turkiya davlat to'ntarishiga rahbarlik qilib, Sulton Abdulhamid ikkinchi hokimiyatiga chek qo'ydi. Turkiyaning chet davlatlar tomonidan bo'lib tashlanishiga barham berdi. U 1913-yil yanvar oyida Hurriyat va Ittihod partiyasini hukumatdan chetlatdi. Talat Podsho va Jamol Podsho bilan norasmiy uchlik tuzdi va butun hokimiyatni o'z qo'liga oldi. Turkiyaning Germaniya bilan harbiy ittifoq tuzishi va Birinchi jahon urushiga qo'shilishiga tashabbuskor bo'ldi. Turkiya urushda yengilgach, Anvar Podsho avval Germaniya, keyin Rossiya, so'ngra esa Buxoroga keldi. 1921-yil Anvar Podsho kuz oyida Turkiston istiqlolchilar tarafiga o'tganini e'lon qildi va bolsheviklarga qarshi kurashga qo'shildi. Anvar Podsho 1922-yil 4-avgust hozirgi Tojikistonning Boljivon shahrida Buxoro va Turkiston istiqlolchilari bilan birgalikda bolshevik qo'shinlariga qarshi kurashayotgan mahalda jangda vafot etadi.